Assalomu alaykum, Angren ahli. Ko'rib turibsiz, hozir Angren shahridagi katta fresh shundoqqina oldidan bir xonali kvartirani obzorga kelganmiz. Tashqari tomonlarini bitta ko'rsatib o'tamiz. Mana bu joydan katta eshigimiz o'zi ikkitalik eshikda ekan. Tashqari tomonimiz mana temir eshik, ichkari tomonimiz esa taxtali eshik. Devorlarimiz aboylarini qarang, oppoqqina qilib, chiroyli qilib turib qo'yilgan. Yuqorimizga e'tibor bersangiz bo'ladi, qoradan qilib turib, natijnoy patologlarimizni tortib qo'yishgan ekan. O'ng tomonimizdan boshlaymiz, doimgidek ko'rib turibsiz. O'ng tomonimizga shundoqqina kiradigan bo'lsak, bu yoqda hojatxonamiz bilan birgalikda yuvinish xonamiz bitta qilingan ekan. Ko'p bir xonali domlarda bilasiz, ikkalasi bitta holatda bo'ladi. Bu yog'imiz ham xuddi shunaqa yaxshi holatda ko'rib turibsiz. Yuvinish xonamiz ham, hojatxonalarimiz ham bitta holatdagi yaxshi. Va bundan o'tadigan bo'lsak, oshxona qismimiz. Oshxona qismimizni ko'rishingiz mumkin. Oshxona garniturlari ham yaxshi holatda, suv, svet, gazdan umuman muammolari yo'q. Bu joyimizda hammasi zo'r va bitta yosh oila bo'ladigan bo'lsa, mazza qilib turib kelib turib mana shu joylarda ovqatlanib, yeb ichsa bo'ladigan sharoit. Bundan o'tsak, endi balkon qismimizga kelamiz. Balkon qismimizda ham e'tibor bersangiz bo'ladi, ta'mirlari juda ham ajoyib holatda. Bu yoqda ham mana kravatlar qo'yib qo'yib, mazza qilib dam olsa bo'ladigan holatda. Uyimizda ko'rib turgan hamma narsalaringiz qoladi, faqat mana shu muzlatkich olib ketiladi. Uy egasi bu narsani olib ketamiz, qolgan hammasini tashab ketamiz dedi. Endi asosiy qism, ya'ni zal qismiga o'tadigan bo'lsak, zalimizni shundoqqina o'tib ko'ramiz. Zalimizni ham ko'rishingiz mumkin, ancha katta holatda va bu joyimizda uголок deymiz, xalq tilida yumshoq mebelimiz turibdi. Yuqoriga bitta e'tibor bersangiz bo'ladi, natijnoy patologimizni chiroyli gullilardan olib kelib qo'yishgan. Xo'p, bu joyimizda ham televizor, mana shu oynalarimiz hammasi qoladigan sharoitda. Juda ham zo'r holatda. Bu tomonimizdagi oynamiz ham akfa, bu tomonimizda ham oynamiz akfa. Endi manzilni bitta ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, ko'rishingiz mumkin, shundoqqina katta fresh mana oldida joylashgan. Do'konga, boshqa narsaga deb o'tirmaysiz. Bozor ham yaqin, fresh yaqin, kiyim olaman desangiz, xohlasangiz fresh, bu tomoningizda esa mana forum. Shundoqqina joylashgan, yaqin holatda ikkalasi ham. Xo'p, endi uyimizni narxiga keladigan bo'lsak, uy egalari $22,700 deb baholashyapti. Pastda telefon raqamlarini qoldiramiz. Bemalol kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, telefon qilib qo'shimcha ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi. Summatiga 1-2 so'm o'tib beradigan joylari bor. Kanalimizga obuna bo'ling. Bunaqa videolar hali oldinda juda ham ko'p chiqadi.